ham zinadan chiqayotgan yerda oyoqlaringiz kuchsizlanadimi? Tizingiz bo'shashib ketadimi? Uzoq yursangiz oyoqlaringiz bo'ysunmay qoladimi? Ehtiyot bo'ling. Bu son nervi bilan bog'liq muammo bo'lishi mumkin. Ko'pchilik buni vitamin yetishmovchiligi yoki oddiy charchoq deb o'ylaydi. Lekin aslida esa bu son nervi nevropatiyasi bo'lishi mumkin. Bu nerv oyoqni ko'tarish va tizzani ushlab turishga yordam beradi. Agar zinadan chiqish qiyinlashsa, tizza bo'shashsa, son old qismida uvishish yoki sezuvchanlik o'zgarsa, uzoq yurishda oyoq kuchsizlansa, bu signal bo'lishi mumkin. Agar davolanmasa, yurishda qiyinchilik tug'ilishi mumkin. Yiqilish xavfi ortadi. Oyoq mushaklarida kuchsizlanish ko'payib boradi. Foydali bo'lishi mumkin. Yengil mashqlar, ortiqcha yuklamani kamaytirish, fizioterapiya, lekin bu vaqtinchalik yordam beradi. Shifoni bo'lsa, to'g'ri tashxis vaqtida davolanishdan topasiz. Nevrolog ko'rigida oyoq mushaklari kuchi tekshiriladi. Mushaklar holati ko'riladi. Yurish ko'riladi. Reflekslar, sezuvchanlik tekshiriladi. Albatta, NMG tekshiruvi tavsiya qilinadi. Men 19 yillik tajribaga ega integrativ vrach, nevrolog, neyrofiziolog Nasriba Dilfuza sizni va yaqinlaringizda shunday holat kuzatilsa, ushbu raqamlar orqali qabulimga yozilishingiz mumkin.